Domla erimde ko'nglim yo'q. Turmush qurganimizga 10 yil bo'ldi. Ikkita farzandim bor. Yashashga majburmanmi? Maslahatingiz kerak debdilar. Oila faqat ko'ngil bo'lsa yashaydigan maskan emas. Ko'ngil bo'lmasa ham ko'nglim bor sizda deb yashaydigan maskan. Oila faqat sevgi ustiga qurilmaydi. Mehr shafqat ustiga ham quriladi, omonatdorlik ustiga quriladi, vafodorlik ustiga quriladi, qarshi tarafning ko'nglini sindirib qo'ymaslik ustiga quriladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga bir kishi kelib aytgan, xotinimda ko'nglim yo'q, aytaymi deganda, kallang joyidami deganlar, aytsang mazangni qochiraman deganlar. Ko'nglim yo'q deb yashaydimi? Yo'q. Ko'nglingiz bo'lmasa ham ikkita farzand ko'ribsiz. Shu bechora ko'zingiz ochib ko'rganingiz, balki uni ham ko'zi ochib ko'rgani sizda. Oilani mustahkam qilishlik uchun ko'p fidokorliklar kerak. Ko'p fidokorliklar kerak.